Siz ona to'g'riliq mundaq bir rivoyatni anglagan bo'lishingiz mumkin. Albatta buningdan otalarni mustasno emas. Ammo biz farzandlarning tug'ilib balog'atga yetganga qadar eng cho'ng badal to'laydigini yanada onagan. Mening muttaqillik yo'lini tutgan bovam ona to'g'riliq onalarning yo'lini, ulug'ligini, axloq fazilatini balalarga singdirdigan ajr to'kisini bo'libmi haqiqiy diyonatlik onalarning qandoq bo'lganligini so'zlaganda mening barliq fazilatlik onalarga nisbatan qalbimda chunqur izzat ikrom ulug'lash istigi tug'ilgan edi. Babam bana, oğlum, sen çoğlarını hürmet qil, ota-onangni asra, ularga yaxshi so'z qil. Ular hergizmi sening so'zingdan, qo'lingdan, hatto tinig'ingdanmi norozi bo'lib qolmasin. Sen onangni yudib, haramga opag'in taqdirdimi, onangning haqqi yanada senda qoladi. Sening shu qilganing onangning tun nisbida shirin uyqusini buzib, og'zingga bir qitim emchak sog'iniga barar degandik. Men rahmatlik bobamning yuqorqi hikmatlik yurdanlarini anglab, har qanday bir onaning farzand ustidagi haqqining na qadar ko'pligini qaytadan his qildim. Ras, bu demisimi tamamen aqlli savod. Hey, maqara. Ha. Biroq etim bo'lsa-mu apa xo'sh tapmansang, eg'zing uprab qolamdi. Qachon g'araz uqasan? Oy, ma'qul. Endi-chi Xudoning qutlug kuni xo'sh deb mangay. Ha, g'araz uqmaydigan. Siz bek uqsiz emasmi? Hey, sen Endi oppoq bolam uxlaydi, ha?
to'xtab turish. Mush qilganlaring uchun xalq alam oldida yurgisiz qilib o'tmaydigan bo'lsam. Oylik maoshini to'liq akirmaslikdagi sabab oxir oshkor bo'ldi. Asli bu buzuqlarning burun chatag'i ekanda. Men bilib turgan bo'lsam, aniq paket topolmay turatdim. Xat to'xtab turish. Endi o qo'lga tushirgandi men. Hey, ben kızımla epkiley. Sen tamak kıgaç dur. Hey to'xta. Mening xitimni beri etib, nega olsang ba? Hey, yana ta'tirligini tutib otam da. Ta'tir? Sen mushundaq so'zlaring bilan meni aldayman da otam sen. Uxlab tushing. Hib. Sizlarning abdi beshiringlarni oshkorlab yurgisiz qilyotmaydigan bo'lsam, qarab turinglar. Hey, sen zaten nima demakchi, ha? To'la odamga qor chaplama, bulandu. Sen qora yuzlarga yana qor chaplash ketamdi? Iflos, buzuq, vafosiz. Hey, og'zingni shum, bu gumonxo'r. Ay jon. Meni urvatam sen texi. O vafosiz. Sening jon niyating burilib buzilgan. Sen bilan bugun ado juda olmaydigan bo'lsam, qarab tur, ado juda olma. Shundaqmi? Men bilan ada juda bo'lmoqchimi? Aslida men sen bilan burunla ayrılıp ketsem bulatdi. Ben seni de şu hayatımdaki en kadirlik adımından ayrılıp kaldım. Ma, gözümde hazırlık kal. Sen vafosuz aslida oralı durup gelsen de, undaq asan iş yok. Böyünüce tangdan bilişimiz, andın yok olma. Kanda? Dede. Canım kızım, geldiniz mi? Ben kutuşamaydım akşam hemen. Hatırcam bu. Ben bucu. Sen kıtti acış. Appa. Appa. Benim abla dedemle ajraşmam. Bu müste yitip kalım ben. O yitip kalan yeri. Kimsenin şorpişantı olsun da dur. Hey, benim küçük balığınız her anınız çatsa, ha? Nime, nim karın senin. Üzerine balısı. Çığlama. Çabuk. Oldu çığlama. Ağabeyler, çabuk. Ben sizni mektubunuza apırıp koyamaydıgan buldum. Muşadıllar özünüz geçip kalıp bulandı. Ben geçti ağır kelime. Dada, siz apam bilan ajraş qilib boramsiz. Ha dada, sizlar ajrashmoqchi. Bo'ldi qilam kızım. Bu çoğunlardan işi. Hatırlayacağım bunu. Sizlar ajrashmoqlar dada. Men yetib qoldim. Ajrashmayli desek, apanız bilan ep yutamısam, apanız bilan kunni jangi jidal qilsam, sizning o'sib yetilishingizga yaxshi bo'lmaydi qizim. Dada, bundan da apam eskimaz. Yo'q qizim, apanız eski emas. Sen nimish qoldirsin. Bo'ldi. Boyma sababini dedim bu. Bo'ldi chiqma. Bo'ldi chiqma qizim. Bo'ldi chiqma. O'tirib qol. Chiqma. Bo'ldi chiqma. Bo'ldi qizim, yig'lama. Yig'lama. Yaxshi bola degan yig'lamaydi. Mektubingizga ma'lumsiz bo'lmaydi. Bo'lmasa kechikib qolasiz, bulardir. Mektubingizga.
Tömür alımen, tömür! Eski tömür alımen! Tömür alımen! Tömür alımen, tömür! Şe. Huş. Huş. Ay! Kim iş oluyor? Hey! Sen kim? Toxta! Hey! Toxta! Mən qaçsa! Toxta! Hey! Toxta deyimə! Nimandaq kelmeydiğandı? Mana bu sizlarning to'y xetinglar. Baxtli bo'linglar. Rahmat sizga. Xo'sh emisa? Qo'z. Birdam saqlab turinglar, ha? Ma'qul, ma'qul. Birdam saqlab turayli. Senin kasabitingni mushak kelyaptimi? Mening Senin kasabiting. Hamma sening kasabiting. Qara buni. Dada, bo'ldik sovchi. O'tirib ketdinglarchi. Akam ishkimiz yetim qolmasin, oppa. Sizlar o'tirib ketmanglar. Sizlardan o'tib qolayli. Oppa. O'tirib ketmanglar, bulamdi, oppa. Bu chaqda akam ishkimiz qanday qilamiz? Dada ukam to'g'ri deydi. O'tinib qolayli, ajrashmasanlarchi. Ketmanglar, oppa, dada. Ajrashmanglar. Bizga ishonma, og'risi. O'tinib qolayli.
Men sizlarga shuncha nasihat qilsam anglamadinglar. Asli ballalaringlarni yetim qilmay, uyinglarni tutib qolsanglar yaxshi bo'ladi. Men sizlarning yarışib qilishinglarni umid qilaman. Rahmat. Yaxshiroq sizga. o'yininglar, Rahmat. ha? Xo'sh emsa. Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Ha, navbat ishkinglarga keldi. Kiringlar. Biz yarışıp qaldık. Nima? Yaxshi bo'pti-ku. Nayta obdan ish bo'pti. Biz ajrashmaydigan bo'ldik aka. Yaxshi bo'pti, nayta yaxshi bo'pti. Onda xo's berib, ballalaringlarni o'z qo'linglar bilan beqinglar. Beringlar, yaxshi bo'pti. Xo'sh emsa. Xo'sh emsa. Mushumi qiliq bo'ldimi, ha? Ikki balanglarning yuzini qilmay, ajrishimiz deb kelganinglar qandaq ish? Bichari balllarning yuzini qilib bo'lsa-mi, uyinglarni tutinglar. Ajrishish sizlar uchun sharafli ishmi? Ballaringlarni beqinglar. Menglar, ballaringlarni beqinglar. Nima degan gap bu? Beringlar, beringlar. Uyinglarni tutinglar. Qandaq degan gap bu? Apa, Oy, apa. oy balam. Tez basla. Ne iş bu? Kimden balası iken bu? Ha? Oy Xudayım. Derhal suya chiqsizlar. Ma'qul, ma'qul. Tez bosla. İş güzeli. İçine balam, içine. Yaxshi oldu. Obdan bo'ldi. Yaxshi oldu apa. Oldu, uşaq geldi. Qarang muallim. Qizimni izlimiga yerim qolmadi. Men Subinurning maktabga kelmaganlik sababini surishtiq qilib, tex oldingizga boraymikin deb turatdim. Yaxshi gapsiz. Asta. Muallim. Qizimni savoqdoshlarim uchratmaganmidi? Siz darhol ulardan surishtiq qilib baqqan bo'lsangiz, o'zadi ne ketgandi? Vallahi surishtirib ko'rdim. Biroq ular ko'midi o'xtaydi. O yoki bir tuqninglar uy ketganmidi? Ma'qul emsa muallim. Men cho'ng onasinikiga berib baqqay. Xo'sh emsa. Rahmat sizga. Ma'qul emsa. Xo'sh. Ansirabmi ketmang. Harvinizin tututtun ustam. Siz arlaşmana apa. Men arlaşmay, meylingi koyutup, bular ekvalınmış şu. İsit balam, isit. Meni numusunu öldürey dedin mi? Xalqalanın aldıdan ne at, ne numus. Paşaxanın kızı qaynanısının qoğulu tuttu degen gep besixmay turib, mana emdi, uyunu köçürüp mangsan, muşuma iş oldu mu emdi? Meni qayraganda qaysi bir ösek geplen kötürüp yürüsün davatsan. Sen numus qilmagan bilan, men numus qilib ketib boraman. Opa, aralashmagina Kamil o'zi rozi bo'lgan bu narsalarni. Hey, badi deb o'ynan to'ttimni bilib maqsan olamdi, ha? Nima degan beshamlik bu? Sen mushunda qilaversan, ov o'ydik ishki sonlarni alamda yo'q. Sening kasobitingdan Subhinur maktabga bormay yo'qolib ketibdi. Bechara Kamiljon bolaning onaning dadidan so'ran bo'lay dedi. Sen bu yerda g'iming yo'q, uy ko'chirib yuribsan ha? Men sen deb qo'yay. Kamil bilan ajrashib, bolani yetim qilishga qat'iy qo'shilmayman. Subinur maktabga bormabdimi? U nadikan opa? Kamiljon saqchixonaga xabar qilib ketdi. Buning hammasi sening kasobiting. Senlar so'qishmay, inoq o'tgan bo'lsang, Zeynep xacham uydan chiqib ketmagan bo'lar edi. Orzuliq navrammi yo'qolib ketmas edi. Hey, ne varsa?
Balamın üstügini. Ustam, harularını kayına gaytıslar. Yaxshimisiz? Men Dilo ma'lum qilg'ili kelgan. Nima ishdi? Qizim yo'qolib ketdi. Shon kelgandim. Unda bo'lsa siz mana bu 3-ishxonaga kirib, shu xabar Ma'qul, qiling. ma'qul. Rahmat sizga. Ma'qul. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Ha, keling. Tinchlikmi? Tinchlikmi? O'ltiring. Ha, qani. Rahmat. Boshliq, men oldinlarga Dilo ma'lum qilg'ili kelgan. Nima ishdi? Bugun tushdan burun mening qizim yo'qolib ketdi. Men uni izlab hech yerdan topolmadim. Shunga oldinlarga kelishim edi. Aldırmay tepsili sözden. Kızınız nerede yo'qolib ketdi? At degandilar, maktab ketgan edi. Lekin u maktabga bormabdi. Mening bu izlimiga yerim qolmadi. Kızınız qaysi maktabda o'qiydi? 6-cı boshlang'ich maktabda. Nerede o'tirsiz? 4-cü ahalla rayon, 7-ci korpusda o'tiraman. İsminiz nima? İsmim Kamil Mehmet. Kızınızın ismi-chi? Subinur Kamil. Necha yoshga kirgan? 6 yoshga kirgan edi. Surati bormi? Aldirashliqda unutilib qopdimi? Ha, hech qisi yo'q. Men hammani xotirlab oldim. Siz ansirmasangizmi bo'ladi. Biz cho'qim izlab topamiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Ha. Sizlarni avara qildigan bo'ldim. Rahmat sizlarga. Hey, sen xizmatga tushishdan burun onasi yo'qolib ketgan. Mana endi qizi yo'qolib ketibdi. Qanday ish bo'lib ketdi bu? Onasi yo'qolib ketgan? Shundoq. Kelinning sababidan onasi yutib ketgan. Keyin tepildimi? Nadikin deysan? Biz shuncha tekshirgan bo'lsakmi, ta hozirgacha izdirga bo'lmayotdi. Shunday qilib, u iflos daryo bo'yiga qarab qochib ketdi. U bechor qiz tog'aning ichida tunjiq o'lgili tas qapti emasmi?
Kamil, kızımızdan haber var mı? Ne verip geldin Raziye? Motosikletin buzulup kalgan mı olmayayım? Ne yıkanmadım iken tüyoksuzla öçüp kaldı o. Rahman kaç paranı şeyli. Kızından haber var mı? Yok. Ne alada tinip tepinip yürüyen kızım. Şöyle değil. Akşam televizorda anlap ko'nglim bek yerim bo'ldi. İşcanı pişirmegen kızın çokum tepiladi. Deginingdek bo'lsin. Tezroq tepilsa bo'ladi. Neler yürüydiğim bu kız. Şunu deyim. Hay, aldıraşmasan bana iyi vergincim o. Hiç kız yok. Dilim ağaylı. Muyum mi yok? Özünçü, ne varantın? Arzugül'le görüşüp geldim. O kıynanısını davalat kılay örümcek mi almak çıkan? O biçare yolculuğunu ayırıp pek kıyımcılık tatlıcını. Kayısı günü hizmetdaşlar pul yığış kılıp kamlık tapşırganda ben yardım kılamagan. Şuna bugün az basımı atağımını yolu tutup koyay dep koşuşup geldim. Aslımın dağkende. Hacep men bilmey kaptım ana. Ben gumanxorluq qilayverib Arzugülden ranjib yuribdiman. U şuna ishtadini man aytmagan gap. Kamilning bir testigi manga halol tegibdi. Men nemancha olat o'tdi. Bilet Nege? Örümcege. Arzugül! To'xtab tur. Sen kelib qolsan. Arzugül, opangni doktorxonaga olib ketayotibsan. Mana buni az bo'lsin og'ir. Bu nim qilganingni anlamayman. Unda qilma az bo'lsin ko'nglim. Meni kechirgin. Men ba'zi ishlarni to'g'ri tushunmabdiman. Bo'ladi, kechir. Ma'qul emsa. Xudoyimga omonat. Sana ko'p rahmat. O'zingni asrayapsa. Mangin. Kelgandan keyin ko'rishaylik. Xo'sh emsa. Xo'sh emsa. Appa kızım, sizge tuxum pişirip berey bulamdı, ha? Tuxum yemeyme çoğun ana. Meni dadam apamlarning qishiga apirib qo'yinglar bulamdi. Ma'qul, tuxum yeb bilib borayli, ha? Tuxum yemeyman. Meni apam dadamlarning uyiniga apirib qo'yinglar bulamdi. Ata-onangizning ismi nima? Dadamning ismi Komiljon, opamning ismi Roziya. O'zingizning ismi-chi? Mening ismim Subhinur. Ha, ismingiz bek chiroyli qizim. Xotirjam bo'ling. Opangizning qishiga cho'qib apirib qo'ymiz, ha?
bala. Sen hatırcam bol. Nevrem soyunlarına yanımda. Seni pek sevgindim. Allah. Canım apa. Siz nerede? Ha, apa. Kızım. Sen nerede? Ne biçim? Bana didarlarını kösetmezler. Bu da ne biçim apanı kaydırıp gelmezse. Ne için kızımla benden ayrı bitse? Bu zaten ne için? Bu zaten ne için? Sana... Pamanın yemi kögülün. Ah Huda. Kedi hala bağırlaştırır. Bağırlaştırır. Kedi ata bağırlaştırır. Nasıl kırım balam? Kedi ana bağırlaştırır. Bağırlaştırır. Kedi atama paştaşlarım. Kandırmağan beni emmike. Bu hayat ne çaplaşları. Kandırmağan beni emmike. Bu hayat ne çaplaşları. Beşiktaş'la kırkan idim. Canım Bir kızım. hodla Kızım, çok hassas balam. korkan idim. Ay canım balam. Beşiktaş'la kırkan idim. Tezrak sakın git balam. Bir hodla korkan idim. Apa, Çakan bulun abla. Et geldim. Çakan bulun. Mesle. Apa, sakıp gider mi? Kudaymış balık verip sakayıp gitti balam. Takdir şunda Peşanesi otur Taldek kısmet demesine bu balımın. Müştek Malum. durup sorgan idim. Canım kızım. Allah'ım sana Ne adamı şimdi varsın. Kızım. Tünügünge okşamaz bir gün. Şelgin balam bağ bağ iteyme.
ko'nglimizda qolmasin tugib. Canım kızım. Kamil. Kamil, canım Kamil, beni keçirin. Ben hata qıptımen. Beni keçirin. Meyli, beni orsunuz mu meyli, tılısınız mı meyli, ben razı. Lekin özünüzü tegeştirmemem. Ben hata qıptımen. Ben hatalığımda tanıdım. Kamil, Kamil ne görürsüz? Kamil, toxtan. Kamil. Yaratqan egemning qudrat kamoli haqiqatan cheksizkan. Men har bir nafas og'inimda bu ulug' qudratli zotni yod etib, har bir vaqt namusimda hamdu sana etqinimdek sizni, dadingiz va opingizni sevg'inib, sizlarning tinch amallig'inglar uchun duo qilib turgan edim. Allah mening taqdirimni bo'yiga nisib qilgandek, mening oyog'im bu cho'l jangaldan ko'tarilmadi. Men Xudoning taqdiriga tanbadim. Aradan necha yil o'tib ketdi. Ko'zlarim yoshdan qurimadi. Allohga unsiz iltijo qildim. Allah sizni menga uchrashtirdi. Men buni bir yaxshilikdan bishorat deb bilgan edim. Biroq siz o'ylamagan yer og'rib yetib qoldingiz bolam. Voy Xudoyim. Bu bolma bir şeyini qisiq-ku. Mat, o'rningizda turing bolam. Nima bo'ldi opa? Subinurning peshonasi qisib ketibdi. Nima? Qarang. Yana qisib ketibdi bu bola. Doktorxonaga apirayli opa. Tezroq Akaslar. bo'laydi. Ustam meni elevasınız o'tgan. Tez chiqing. Apa. Kızım.
Kamil, kızımız tepilipti. Kızımız Çakan bulana tepilipti? sırtın başını saklap kaldı. Kızımız Şundaq tez tepilipti. bulaylı. Bek yaxşı boptu. Çapsam bulaylı. Çapsam bulaylı. Tez bulana. Bana öyle ufkam. Ağamız geldi. Dede! Abba! Kızım! Kızım! Dede! Kızım! Sebi dede! Kızım! Ah, ama kızım! Dede! Abba! Canım kızım! Ablamızı Kızım. geçirin kızım. Ben hata Kızını kıldım. geçirin. Sizleri ben sevdim. Abba! Abba! Kızım oldu yıkılma. Sizler vazgeçme Allah! Herkes acılaşmayınız kızım. Dede abba beni ağzını tutuldurup kaldı. O öyle yanıdım çoğa baş gel. O çoğa baş beni alemden pek yakşı haber aldı. O çoğa baş demek şimdi köyden ben kılım ben. Rahmet sizge, rahmet. Erzurum, siz ailemizden oturup kaldınız. Size köp rahmet. Apa! 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 Ballarım. Abba. Benim abba. Benim apa! Beni geçirsiler. Ben hata kaldım. Apa bizi getirin! Apa! Biz aldığımızı hata kıldım apa! Canım apa! Bizi geçirin apa! Baba. Hatta ondan tutmayın baba. Bizi geçirin! Ay canım. Gözüm.